Assalomu alaykum. Mana bugun Surxondaryo viloyati Denov tumanidamiz. Yana bir beton zavodni ishga tushirishga sababchi bo'ldik. Allohga beadil shukr. Yuzimiz yorug' bo'lib, ishni topshirib oldik. Beton zavodi haqida qisqacha ma'lumotlar. Beton zavodi ishlab chiqarish quvvati soatiga 100-120 kub metr beton Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan. Dasturiy ta'minoti va kompyuter tizimida juda ko'p muammolar bo'lganligi, ishlashga noqulay va ish faoliyatini tugatganligi uchun buyurtmachi, ya'ni beton zavodi egalari bizga murojaat qilishdi. Biz 2 ish kuni ichida beton zavodni qaytadan elektromontaj va dasturlash ishlarini yakunlab, ishchi holatga keltirdik. Hozirda beton zavodi ishlayapti. Beton zavodi egalariga omad, xizmatdan foydalangani uchun katta rahmat. Alloh ishlariga baraka bersin. Kimgadir xuddi shunday beton zavodlari ish faoliyatida bo'lmasa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Beton zavodlarini ishchi holatiga keltirib bera olamiz.